Lowell 754 4 porşallı 75 at gücüne ega traktor. Traktorumuzda aparat addi injektor emas. Traktorumuz 4 balon ham tartadi. Balon razmerlari oldi balon 9,5 24, arka balon 14,9 30. Traktorimiz 60-70 qator aralig'ini bemalol tushadi. Agar diskasindagi shunday boltga ikkilardan regrovka qilsangiz 76 qator aralig'ini ham tushirsa bo'ladi. Traktorimizda har bir arka balonida 86 kilodan oldinda 25 kilodan 8 dana daşı bor. Traktorimizning общий proteus dashlari bilan og'irligi 3 tonna 200 bo'ladi. Zadniy mosi ichki bortovoy, arka naveskalari o'zine yarasha baquvvat ishlangan, ikki tashqi silindr bilan jihozlangan. Silindrlar yuqoriga ham majburan past ham bosadi. Traktorimizda agregatlarni taqib ishlatish uchun отдельный gidrobak qo'yilgan. Traktorimiz vozdux filtrini tozalab, balonlarga dam berish uchun kompressori mavjud. Salon qismina keladigan bo'lsak, salon qismida traktor uchun kerak bo'lgan hamma udobstvosi bor. Lyuk, jaluzi, konditsioner, pechka, magnitofon, korobkasi mexanika, rever richak bilan oldiga va orqaga. Rollari gidrolika. Siz ushbu traktorimizni bemalol leasing, prichleniya, naqd pul asosida sotib olishlaringiz mumkin. Tushunmagan savollar bo'lsa ekran tagida nomerlarni qo'yib o'tamiz. Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib bemalol savollaringizga javob olsangizlar bo'ladi. Bizning Ves O'zbekiston bo'ylab filiallarimiz bor. O'zlaringizga yaqin bo'lgan filiallarimizdan borib, ko'rib, pulini to'lab olib ketsangizlar bo'ladi. Traktorimizning bugungi kundagi narxi 275 million so'm. Agar 100% to'lov bo'lsa, albatta chiroyli qilib skidkalarni qilib beramiz.